Benim ismim Adam. Edner padşahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qaliskar tələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bu çağda yolvas əriş yolusuga aylanır. Mən Hiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylanır. Benim özgür sırımni dostum Şadutberi son sırız. Yasağım benim ve Orko üç kişili bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ kalesini keyer almasla bilen töre şıkınırız. Çok olmuş etrafta. İşte göremedim. Ben karanlık ya. Astırak Bosman. Kentki hem adamı uygut edeydim sen değil mi? Haydi inir. Ağaşı ordunun aslı da. Kulup sep koyuptu. Dört şundak. Ulan senin işini hiç böyle karşılandı. Biz bu yerdeki tuturumuz mu? Hey! Hey, astırak kalma. Eğer derliğimizi kentki kişilerin hemmisi gazsuğa kuz etti. Hiç tepken bulaptı. Hatırcan bu, Adem yok. Yok ki. Demiri kız, onun kara. Onu al kız gidelim. Bunu bir yere koysan muhabbet bu kadar. Bu naz xeyli pulgu yaraydıganda kılıdı. Neymiş ki onu ilim almayımız, ha? De baka. Sen ötüp ketken dörtgense, sıkılacak diyen bu. Allah asla bu en güçlerini kaydırılış için bağırlık nerslerini veyran kılışık ya. Onu tut, istek. Benim ismim istek emas, Şadi. Şadi şimeydir, keskisi ordu hizmetçisi karab oturuyor hemen çıkımam sen. O ablah köşkçü ordu hizmetçisi qarab o'ltiriverne ishqil deb meni qopqizib etdi. Uning nazarida men faqat yo'q. Adam şahzade. Kaçırın hürmetlik ağlayları. Ha, hiç kısı yok. Men Şadi ağlayları. Şadi, seni sokatmayan değil mi pistek? Yok efendim. Hiç kim beni köz kılmaydı. Hatta benim mevcutluğumdan bilmeydi. Ben bir balık hizmetçi. Benim kimliğimni hiç kim bilmeydi. Neyim için ben orada aldı bir aylık yürüme. Ula, bir yürümek istek. Pelenpeyden yugurip çıkamamsa, İsmini yani bir katım öğütüp bergen. Sen demiş kılsa, dep soruşuverdi. Ah. Bu kimninki de? Bundaq olsun. Ben onu saklap koyay. Yutturup koygan kişi geldi bir gep bola. Bu yakışılar kent başlığı. Birisi alması kasırı görüptü. Biz en güçlerinin bağı yokluğa karab bakaylı. Tezdirek bulunla, tez, tez. Yokturdu.
Almazdılar, bizga balayı afet keltirdigan bo'ldi da. Ben onu saklap koyay, yuturup koyganlar izlep gelsin. Aha, şundak bolsun. İhtimal hazırdan başlap orada dikilen başka çıkaraydıgan bolgandı. Hey, orada hizmetçisi. Ha, memma. Sen bundak çıraylık güherni nereden taptın ha? Yoldan tepip aldım. Pelik kentten kaytıp geldiğin yoldan. İsmin neyme? İsmim Şadi. Yaxşı, Oh, ben bilime. Siz etiret başlığı değil ha. Oh, güher bekmi çıraylık gel. Rahmet sizge, etiret başlığı değil ha. Bunu da keyin görüşeyli. Oh, Güher, sen benim inatımı östürüp koydun ha. Lekin kent başlığı, mening bilishimcha Alvaslar to'g'risidagi xabar faqat bir rivoyatli iboratkan bu. Yo'q, 2000 yil ilgari Alvaslar bu yerga kelganda Go'harni bizga saqlashga bergan. Biz majburiyatimizni ado qilamadik. Endi u o'g'irlandi. Alvaslar kelib bizni vayron qilib o'tdi. Xudomo o'g'lim. Lekin iliq rivoyat. Alvaslar keldi. U rivoyat rostga aylandi. Nima yangi narsa ekan ya Savul? Bunu demse adam, bu mening yeni keşfiyatım. To'ng'ilchi Nuri. Lekin uning menimi pürküp chiqarib etkisi bor. Aa, bu yer nasıl çıktı senin görüşün tırnak Uni ona yetishma oku. Oku. Beni çıkarıyor ha. Ha, chidab tur, pistek. Korkunçluk tespiyat. Ya Savur, ben onu fakat başından bir hayalayım. Elbet şundak. To'lab qoldi. Hey! Shadi, men bo'ldi. Yaxshimisan? Qo'lingdagi nima u? Orada sırtını tepip aldım. Yasalını körüp baksın degendim. Qani? Men ezelden bundak narsani ko'rib bakmagandim. Bu başqacha Go'harga xatosi yo'q. Men uni ep qilib tadqiq qilib baqay Shadi. Bo'lamdi? Yo'q! Men haq ko'zga ilmaydigan bir bola xizmatchi bo'lishni xohlamayman. O neymiş ki mındak deydi. Ish bo'lmaganda buning egisi tepilg'icha. Men Go'harning uning obro'yini o'stiralaydiganligiga faqat ishonmayman adam. Shunday emasmi? Men uning aqlliroq bo'lishini umid qilaman. Ya Savur, etret başlık değil adamı. Yo'q, u bu yerda emas, nima ish bo'ldi? Ben o işki numaralı kuzuş kimse uzun aralık etti ucu uçurdu. Kimning hujumiga? O bir xil olmasdı. Ular yardımga muhtaç. Tizrek. Biz hujumchi uchar kimin tayyor qilishimiz kerak. To'xtab tur ya Savul. Seni to'ng'itish nuring u yerda asqatib qilish mumkin. Sen bu yerda qilib uni bitkiziver. Men hozir xiymay o'zgiray. Tamam, kuchlar ato qildi. Uçar kiyme, qo'zg'alishga tayyorlan. Barliq tayyorlab chiqdi. Oldimizdagi nishon Uzunaral kenti. Kechikishga qat'iy bo'lmaydi. Barliq kent azobiri, kentni chiqinglar. Bo'lmas jinolarda ayrilsizlar. Buyurun, ular senin yardımınga muhtaç. Ahvol qandaroq? İyilik Allah'tan hücum kılandan keyin yo'qolib ketdi. Kentkilar bexatarmi? Xatar, ular kentdan chiqib ketdi. Unda qo'shna uni bu yerga olib ketay. Men ishonamanki, sen suv bilan chiqisha olmaysan. Tog' ko'lidagi suv bilan sehr qilishga bo'ladi.
kechirgin. Men sening planingga daxl qildim. Heyman, sen Allah'ın rastlık oğlu ettin mi? Shundaq. Lekin ular undaq oson bo'ldi qilmaydi. Nima uchun? Men jang qilgan ekan, burun alvaslar uchun maxsus bir ord yasab bergan ekan. Kent boshlig'i menga oqshom birisining alvaslar ordusidan bir go'harni o'g'irlab ketganligini aytdi. Lekin men uni o'g'irlamagan, tepib olgan. Hozir ular uni ep ketmoqchi. Hay, Shadi, zodi nima ish bo'ldi? Men go'harni o'g'irlamadim. Shadi, kim seni go'harni o'g'irladi dedi? Xeyman shundoq dedi. Shadi, qaytib kel. Men nima ish bo'lganligini bir uqib baqay. Kentkilar alvaslarning kentga hujum qilishi go'harni o'g'irlashdan deb qaraydi ekan. Qo'qqanga qo'sh ko'rinibdi degan shu-da. Men kimning ko'yganligini bilaman. Deyla, saylik Shadini ko'rdingmi? Ha, hozirla ko'rdim. Biz uni tepib kelib go'harni qaytarib olishimiz kerak. Bo'lmasa, Ciddi telegramma. Bir gün 3 çakırın yiraklıkta. Ovaslar çizildi. Ovaslar ordu tarafı çıkıp gelmekte. Biz barliq kishilarning ordudan ayrilishini uqtirayli. hammadan muhimi biz Shadini tepib go'harni elib olishimiz kerak. Boshqasini keyin so'zlashaylik. U ordudan chiqib ketib deb Xeyman meni go'harni o'g'irladim deb aybladi deydi. U cho'qin bizning so'zimizni anglagan bo'lishi mumkin. O nima uchun qochdi? Faqat shu go'harni qo'g'dash uchunmi? Men uni go'har ko'z tushgan deb qaramayman. Balki u o'ziniki nom obro'ga ega bo'lish uchunlar. Deyla, eng yaxshi sen berib uni izlab baq. Heyman qaytarib hujum tayyorlaydi. Hamma gap bizda qoldi. Endi 1 minutga kechishga bo'lmaydi. Agar men go'hardan ayrilsam, yana hech kim ko'z qilmaydi. Mening nomsiz xizmatchi bo'lg'im yo'q. Qochay, faqat shundoq qilishim kerak. Ha? Alvaslar orduni vayron qilg'chi. Men cho'qim Shadini tepishim kerak. Bu to'nglatquchi nur unimi hosil qilsa bo'ladi. To'g'ri aytding. Tajribaxon yetibak shundoq bo'lsa bo'ladi. Shu chaqda o'rinni joriy qildira oladi. Dal vaqti, qara, u keldi. Heyman, uning beshi qara. Hay. Shadi, jazman mush yerdan qochdi. Shadi! Shadi, qaytib kel. Shadi, sen nerede? Qo'rqmagin, men Deyla. Shadi, Yiroqda. Men bilan koring bo'lmasin. go'harni men qaytirib bergin. U senga taalluq emas, Shadi. Yo'q. Ablah to'nglatquchi nurning chambiriga uzilib ketdi. Agar biz yana harakatlanmasak, o bütün ordunu koydiriydi. Ey, nima uchun? U nima uchun qichib ketdi? O cho'qim go'harni izlab ketdi. Bu Shadini xatarga yo'liqtirdi. Shadi, aqlliroq bo'lgin. Go'harni menga ber. Yo'q, uni sana berivetsem, ko'pchilik meni unutib qoladi. Hech kim meni yaratmaydi. Sen meni yaxshi ko'ramsan, Shadi. Albatta. Biroq menda undaq go'har yo'q-da. Aha, biroq sen Dilada. Ko'pchilikning hammasini yaxshi ko'radi. Men faqat sen o'xshashli bir oddiy kishi. Sen kishilarning go'harni yaxshi ko'rishini xohlamsa, yoki senimi?
Men köpçülüknün yaxşı görüşünü xalayman. Agar seni yaxshi ko'raman desa, sening narsang emas, balki seni yaxshi ko'rish kerak. Shundaq bo'lganda do'stlik erishgili bo'ladi. Sen meni yaxşı ko'ramsa? Albatta yaxshi ko'raman. Oh, sening deganing to'g'ri ekan. Bo'ladi. Endi Gavharni haqiqiy egasiga qaytarib bergin bo'lamdi. Siz ma'ayli. Ha? O nima? Oh, Shodi, o Gavharning haqiqiy egasi. Siz qochayli. Biz ucharchadan o'ltirishni unutib qoldik. Bu yerga o'tib ketibdi. Dila bilan Shodi jazman u yerda. Sen ularni qo'g'la, men o'tni yuray. Dada! Dila, g'ayrat qilib tur. Bundaq ahvolda texnik ko'proq su kerak bo'ladi. Ha? Opla, Gavhar tushib ketdi. Onun cacısını tazı bir göre. Qiymat, biz Gavharni ushtirib qo'ydik. Oshiya tushdik. Alvasda elişip kalgıca biz tepkip geleyli. Qaranglar. O Gavhar asli Alvasning bolasi ekanda. Qarganda o sudun qo'qidi ekan. Uning bolasini qo'g'irgan. Qiyman, ularga yordam qilgin. Yo'q Dila, bolani men tepib olgan. Bu mening mas'uliyatim. Shodi! Men yanılı bir odatdagi kichik malay bo'ladigan bo'ldim. Undaq dema, qaytib borgandan keyin sening qahramonlik harakatlaringni landish haqi deyman. Qahramonlik harakat. Meningmi? Sen kichik maxluqni qutqizib olding. Bu biz ko'pchilikni qutqizganga o'xshash Shodi. O'zimni boshqacha his qilyapman. Biz hammamiz shundoq Shodi. Bugungi hikoyada kishining qalbini hayajonga soladigan bir vaqt bor. Qaysi vaqt kelligini men tutib qo'y. Chuqur qiymandan ko'ldan suv chiqargan vaqti. Emas. Emas,
Undaq bolsa çukur kıymanın çoğdağını kütäge vakti. O kişini hayacan kısalıdı. Lekin menin diginim bu vakit emas. Oo, men tapamadım. Kişini en hayacanlandırdığını şu ki Şadi'nin ahiri özünün reallıqı ciddi qaraş lazımlığını tonup mesuliyetini üstüge ağa vakti. Aşı peytde ben onun bir balıdın çoğun adamga aylanğanlığını bayqıdım.